mana hozir qarang. Video qildik. Endi shuni amalda bajaramiz. Biz mana yotoqxonamizni eshikni oldidan ham, divanning ikki yonidagi tumbadan ham o'chirib yonadigan qilamiz. Mana shu lyustramizni. Qarang. Endi bizda nollarni joylashtirib bo'ldik. Bu fazani qarang. Выключатель 1 da qiziliga bering. Ulab qo'ying. To'g'ridan to'g'ri. Bo'ldi, keyin yaxshilab qo'ytirasiz. Birinchi выключательga faza ketdi. Ikkinchidan qaytib kelyapti mana. Ko'k bilan oqda, ko'k bilan oqda ham. Mana ikkinchi выключательimizni ham ko'k bilan oqni ajratib turing. Endi mana fazani bor-ku, ikkinchi выключательdan keyin fazani lyustraga ulab oling. Endi bizda bir перекрестный выключатель bo'lyapti. Buni bu qanaqa перекрестный выключатель? Mana. Buni pastki qismiga farqi yo'q. Yoki tepadagi ikkitaga yoki pastki ikkitaga bittasini ulaysiz. Mana bitta parani, ikkinchi parani pastki qismiga ulaysiz. Bunisiga ulaysiz. Bo'ldi, uladingiz. Faza bordi, ko'k bilan oq keldi, ko'k bilan oq yana ulandi, faza keldi, lampochka chiqib ketyapti. Bo'ldi, endi buni ulaymiz. Keling. Qarang. Bu ikkitalik revers ikkitaligini ishlatishimizdan sabab bittasini, bitta klavishasini biraga ishlatib o'ramiz. Bunga alohida to'kib olamiz rozetkadan. Endi qarang, bu yerda qarang. Mana L2 deb yozib qo'yibdi. L2 ga qizilni ulaysiz. L2 bilan L2 1 ga ana ko'k bilan nimani ulaysiz? Qani mana tekshirib ko'ramiz. Endi yoqing siz. Yondi, siz o'chiring. Men yoqaman. Yondi, siz o'chiring. Siz yoqing. Bo'ldi. Endi chiroyli qilib joylashtirib qo'yamiz. Qarang. Mana uni ikkitalikdan qo'yishimizdan sabab maqsad hozir bittadan joyi bo'sh qoldi bizda. Bu bira bo'ladi, tepadagi birani. Endi buni iloji yo'q to'kib olamiz. Bitta faza olib olib L1 ni o'ziga ulaysiz. Bunisini xohlaganingiz bo'laverasiz. Faqat tepaga qilganingiz olsa bo'ldi. Bunda ham xuddi shunday.